Assalomu alaykum azizlar. Ukaxonimizga o'z variantga skuter berdik. Mana zontigini ham qilib beryapmiz. Ukamiz mana kaskalarda yuradi. Hamma kaskada yursin, yosh bolalar minsa ham boshqasi. Uka sog' bo'lasiz. Naqli kaska minib taqib yursanglar, gaylaja gapirib olmaydi. Mana aqli zontilarni bosib berdik ukamizga. Shunday qoldi. 2 xillikka zontilarimiz bor. Uzoq masofaga to'g'risini aytaman, qimmatga tushib ketib qoladi dastavkasi. Xo'p, zontini narxini 250 ming so'm uzoq joyga qilib beraman. Toshkentgacha 50 ming so'm pochtasiga oladi. Iloji bo'lsa 300 mingga tushadi. Undan boshqacha narx qilib bera olmayman. Boshqa joyda arzon bo'lsa, uni menga gapirib o'tirishinglar shart emas, to'g'risi. Ko'pchilik telefon qilyapti. Narxni bilish uchun ham telefon qilyapti. Men Xitoylarda firmasidagi sotuvchiman. Boshqa nima ham deyman. Shunaqa gaplar. Zontini narxi 280 ming. Uzoq joydagilar, Toshkentdagilarga 250 ming so'mdan qilib beraman. Pochtasi pulli bo'ladi, 50 ming so'm olinadi pochtaga. 300 mingga tushadi shu bilan. Undan boshqacha variant qilib bera olmayman.